Sizlar odatda uyda pizza qilsanglar, xamirni yaxshi yo'g'ramay pishqandan keyin qattiq bo'lib kelyapti qizlar. Yana birga uyda pizza qilsanglar, uydagilar o'ttirlam yavilib, cho'risini ayirib qo'ydigan ahvollar ko'rilyapti. Amsi bilan biz birlikda mush cho'risini yumshoq ham yeyishlik qilib, pizzaning xamirini yo'g'irishdan qiyomini tanishishga bo'lgan tafsiliy mazmunni birlikda o'rganib chiqamdik. Oldi bilan xamirni yo'g'irib olamiz. 400 gram odatlik unga 4 gram tuzni silib yaxshi aralashtirib olamiz. Undan keyin 320 gram ilman suvga 6 gram shakar, 6 gram xamir turishini silib aralashtirib eritib olgandan keyin buni unning ustiga to'kib quruq un tugiga aralashtirib olgandan keyin 20 gram zaytun mayini ustiga qo'yib yana davomli yo'g'irib olamiz. Bugun mening ishlatganim El Nuri va Labrat markasidagi Ispaniyada import qilingan tunji siqim zaytun mayi. Zaytun mayini xamirga butunlay yegizib quruq yo'g'irib olgandan keyin buning ustini yepib 20 minut atrofida bir tindirib andan keyin yo'g'iramiz. Bunda bo'lganda xamir yenishib yo'g'amoqqa oson bo'ldi. Ko'rsatilgandek mushtaq paqiraq ham tanshinlik holatga kelgandan keyin ustini yepib o'zidan 2 kas yo'g'angacha bo'ldirish uchun qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi qatim yo'g'agan vaqtda xamir bo'sh bo'lg'achqa qo'lga chaplashib ichinglarni pishirib qo'ymaslik uchun quloqlarni azroq maylivatgandan keyin andan keyin yo'g'asanglar yo'g'irishga texmi oson bo'ldi ha. Pizza qiyam tanishib olamiz. Bir qachiga pamdir shirini qiyamdan jiqaroq, ushaq to'g'rib olgan samsoq, bosh piyoz, rayhon, azroq qarmush, tuz, zaytun maylardan berib yaxshi aralashtirib qiyamni tanishaymiz. Maxil usulda qiyamni tanishib pizzaga surib assanglar bek yeyishlik bo'ldi jumo. Pizzaning qiymasiga o'zimiz nimani yaxshi ko'rsak shuni tayyor qilib olsak bo'ldi. Bugun men qiza, tatliq laza, rayhon, erimchiklardan tayyor qilib oldim. Bo'ldirib olgan xamirni taxtaga to'kkanda chaplashib qolmasligi uchun unni yaxshi sepib, 2 bo'lakka bo'lib, zuguli qilib 20 minut atrofida bir tindirib olamiz. Undan keyin nanashqandek jumloq holatda ichib olamiz. Qilinni bizliqini o'zinglar belgilab olsanglar bo'ldi ha. Zaytun may setib olmoqchi bo'lsanglar, El Nuri va Labratning har qaysi joylardagi maxsus setish do'konlaridan setib olalaysizlar. Bir ton may setib olsanglar 1 kiloluk 10 may go'rishlaridan so'g'atliqlar bor. Pizza xamirini duxovkaning lisiga ilib olgandan keyin ustiga qiyam va erimchik o'zimiz tayyor qilib olgan materiallarni tek sepilib, oldi bilan oldin qizitib olgan duxovkaga silib 200 gradusda 20 minut bir pishirib olib, undan keyin duxovkadan ilib, erimchikni ustiga yana bir sepitib, yana 5 minut atrofida pishirib olib, lam asaq tayyor bo'ldi. Xamir shunchalik yumshoq ham yeyishlik chiqdi. O'rganib oldinglarmi?